Assalomu alaykum hammaga, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Avtomix YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan xursandman. Lokatsiyamiz o'z joyiga qaytdi, ya'ni endi indeks bozorda yo'qmi? O'zim ishlagan joyim o'sha Do'mbiraboddagi Gavhar ko'chadagi joyimga qaytdim. Endi bilasizlar, hozirgi kunda ozgina arenda masalasida muammolar bo'lib turadi. Shuni hisobga mana joyimizga qaytdi. O'zimizni eski joyimizdamiz. O'zim har kuni shu yerdaman. Kelaverasizlar. Sizlarga xizmat qilishimdan hech qachon charchamayman. Nima mashinalar kerak bo'lsa, marhamat tashrif buyuringlar. O'zingizlarga yoqadigan mashinani chiroyli narxlarda chiqarib berishga harakat qilaman. Telefon nomer ishlab turibdi. Yozsanglar Telegramdan lokatsiyalarni tashlab beramiz. Telegram kanallarga ulab qo'yamiz. Nima savollar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bugun qahramonimiz juda ham zo'r bo'ladi. Sizlarga juda ham yoqimli narxda qilib beramiz inshaalloh. Videoni oxirigacha ko'ringlar, yoqsa like bosinglar, kommentariy yozib yaqinchilarga jo'natib qo'yinglar. Bo'lmasa obzorlarni boshladim, yog'ini tomosha qilib, like'larni bosib, podderishga qo'yasizlar. Marhamat ko'rishinglar mumkin. Bugungi qahramonimiz Gentra mashinasi bo'ladi. Mashinamiz oppoq rangda, qalbiylarning rangidagi oppoqqina. Mashinamizning yili 2022-yil o'rtoqlar. Mexanika korobka, ABS konditsionerlari bor. Holati yaxshi. Marhamat, sekin qaranglar mana. Mashinani birinchi balonidan ko'rsatib qo'yaylik, mana balonlari. Salonlarni ham bitta ko'rib qo'yamiz. Mana obshivkalari zo'r holatda turibdi. Mashinaning kerakligi bildinglar nimaligini. Gazlari bilan tayyor. Probegi mana o'zingizlar bilan yoqamiz. Mana 89730 km yurgan. O'zini shtatniy magnitofonlari, o'ziniki mana sidena qizdiradigan podograflari bor. Salonlari akkuratniy turibdi. Mashinamiz zo'r holatda. Hech qatidan qirilib qolgan joylari yo'q. Mana orqalari va mana 22ligi. Mashinamiz marhamat mana xarid stili bo'ladi. Metan gazlari bilan tayyor. Mana metan gazi 4-pokoleniya. Mashinamiz zo'r holatda. Endi mana eslatib qo'yaman. Do'mbiraboddagi joyimizda akamiz ham Damas mashina xarid qildilar. Hozir akalarim kutib turibdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamang. Hujjatlar hammasi bitib bo'ldimi? Ha, gap bo'lishi mumkin emas. Men kechagina gaplashganimda adizlardan so'radim. Qayerda ko'rib keluvdingiz, Instagramdami dedim, YouTube'da dedilar. O'shanga mana yaxshi kunda niyat qilib, mana shu Damas oldilar, nomlariga notariusni o'tkazib berdik. Hozir kelib, haydab Gayga borib, nomerlarni hal qilib, inshaalloh haydab ketyaptilar. Okay, yaxshi kunlar buyursin. Sog' bo'ling. Yana xizmat bo'lsa kelasiz. Yoqdimi o'zingizga? Narxlari-chi? Hammadan arzon lekin. Xudo xolisi buyursin aka, omad sizga. Hop. Buni ko'rganinglarda mana akamiz Damasni xarid qilib ketdilar. Gentra mashinamizdan ham niyat qilgan bo'lsanglar, kelinglar, xarid qilinglar. Mashinamiz lekin cho'tki holatda. Marhamat. Ko'rib turgan Gentra'lar yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Endi sizlarga narx-navosi bilan tanishtirib o'tamiz. Mashinamiz 5 yil muddatgacha bank orqali avtokredit qilib beramiz. Bu xohlovchilar uchun. Naqd pulga sotamiz. Bemalol naqdga kelib, hamma viloyatdan kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Xohlovchilarga faqatgina avtokredit qilib beramiz. O'sha boshlang'ich to'lovi, o'sha oyma-oy to'lovni chiqarib beramiz. Uni olishinglar majburiy emas o'rtoqlar. Xo'p, endi mashinamizning narxi 10.300 dollar baho qo'yganmiz. Naqd pulga kelib 10.300 ga xarid qilsanglar bo'ladi. Bo'lib to'lashga ham qilib beramiz. Faqat bitta Andijonga bera olmaymiz. Qolgan hamma viloyatdan kelib xarid qilsanglar bo'ladi. U Andijonga nimaga bermayapsizlar desanglar, bank bunga ruxsat bermayapti o'rtoqlar. Xo'p. Endi mashinamiz boshlang'ich to'lovi, notarius Gay xarajatlari, Toshkent viloyat uchun 600 dollar pul berasizlar. Nomiyligiga notarius Gay to'lovlarini qilib chiqarib beramiz. Toshkent viloyatga 600 dollar. Agar boshqa viloyatdan bo'lsanglar 700 dollar bilan xarid qilasizlar. Xo'p, endi 3 yilga olaman desanglar 6.730.000 so'mdan chiqadi. 3 yil muddatga shunaqa pul bilan chiqadi. 4 yilga olaman desanglar
5 million 640 ming so'mdan 4 yillik muddatga xarid qilsanglar bo'ladi. 5 yilga olaman desanglar 5 million 30 ming so'mdan 5 yillik muddatga xarid qilsanglar bo'ladi. Shunaqa mard bo'lib, gapirib, oymoylari menimcha deb o'zim ham ko'rib qolaman YouTube'larni. Hamma yo nimani bekitadi bilmayman. Baribir odam o'sha yoqqa kelsa ham aytishadi. Telefon qilsa aytaveringlar, endi buni hamma bilib bo'ldi, to'g'rimi? To'g'ri kelsa mana marhamat xarid qilinglar. Yana qaytarib o'taman, pulinglar bo'lsa, misol uchun 4 mingiz bormi? 4 mingizga yarasha naqd pulga mashina olib minganingizga ham yetmaydi. Endi svejiro, yaxshiroq mashina haydayman desangiz, u mashina 10 ming, 11 ming, 12 ming turadigan bo'lsa, niyat qilgan bo'lsangiz, ana unda bunaqa bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Menimcha ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Poddershka qilib like bosinglar, ayamanglar. Endi manzilimiz o'sha deb aytaveraman. Toshkent shahar, Chilonzor tumani, Do'mbirobod mahallasi, Gavhar ko'chasi. Lokatsiyaga Ser quyosh 55 deb yozsanglar, shu yerga kelaverasizlar. Xudo xolasa sizlarni xursand qilishdan charchamaymiz. Avtomixdan uzoqlashmanglar, kanallarga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa zo'r obzorlarni qo'yib yormanglar. Hammanglarga rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Ozgina vaqtingizni olib qo'ygan bo'lsam, rozi bo'lib qo'yasizlar.